Assalomu alaykum, YouTube kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimiz 8 ta eshik, 2 ta romimiz va Toshkent viloyatiga olib keldik. Ko'rib turganingizda bular mokri as chiqqanlar. Haqiqiy mokri bo'lganda ham shunaqa chiroyli. Ko'rib turganingiz mokrida high-tech fasonda 8 ta eshik, 2 ta romimizni o'rni jicha bo'y baland ekan. Baland holatda o'rnatib beringlar dedi. Baland holatda o'rnatdik. Bu yerda eshiklarimiz yana 3 ta eshik fasonda shu eshiklarimiz bor. Ko'rib turibsizlar, bu yerda hali sveti ishga tushmabdi. O'shaning uchun jicha qorong'iroq. Mana zamolarimiz ham juda yaxshi zamolardan bularni penalab, fonalab qo'ydik. Böyle mokri xudo xolasa mana juda ham chiroyli chiqadi. Ishlarimiz sifatli, tekis, maqtanganim yo'q. Haqiqatan juda ham chiroyli. Ko'rib turishinglar mumkin. Mana bu yerda 4 ta eshik, bitta rom. Bu tomonda ham 4 ta eshik, bitta romimiz bor. Bu yerda bitta eshik, bitta rom bor. Bu yerda ko'rib turibsizlar, bu orqa tarafi. Endi hozir penalayapmiz buni. Ochilib yopilishlar, butunlay ochilib yopiladi. Xudo xolasa juda ham zo'r zamonlardan qo'yamiz. Buni Toshkentga olib kelib o'rnatdik. Buni kvadratini 750 ming so'mdan mana olib kelib o'rnatib berdik. Yo'l kiramizga 1 million qo'shib berdi akamiz. Toshkent viloyatiga olib kelib o'rnatib qo'ydik, xudo xolasa. Mana shunda bitta eshigimiz 1 million 800 mingdan tushdi. Olib kelib o'rnatish ham yo'q, ichida bo'lyapti uni. Akam faqat 1 million qo'shib berdi yo'lchilarga. Bu yana O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish ustunovkasi ichida. Bemalol murojaat qila olasizlar. Telefon raqamlarimizni pastda yozib qoldiramiz. 50 xizmatidamiz. Hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan so'rab qolaman. Yoqqan bo'lsa ham bitta like, podpiska bosib, pardesha qo'yasizlar endi. Mana pardozlarimiz juda ham chiroyli, go'zal. Oynalar tepasiga olib qo'yib, bu yerga yod va gulni qo'yganmiz. Bular hozir chang bo'lib ketdi. Mana bu changlar bular. Arsa chiroyli bo'ladi. Changlik uchun qo'lim ham chang ekan. Mayli, bemalol murojaat qilaverasizlar, kutib qolamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.